aqiqa bo'layotganlar ham kamolatli inson bo'lib, bularni ham nikoh to'ylarini barchalarimiz ko'rishlikni nasib aylasin. Mana Shehzodjon hammamizni mamnun qildi bu kishi. Xudo xayrisini bersin, sog' salomat bo'lsin. El yurtda ana shunday yaxshi duolarni olib yurishni Alloh nasib aylasin. Bola chaqasining huzurini ko'rib, mana sog' salomat keldi. Yana qaytishiga ham xursand bo'lib, sog' salomat yurtiga yetib borib, yana ko'p takror muloqotda bo'lishligimizni Alloh nasib aylagan bo'lsin. Va oxiri davon alhamdulillahi robbil alamin. Rahmat sizlarga. Omad Sherzodbek, shu hoji akamni gaplariga men ham qo'shilaman. Shu o'shga ham tahlil qilamiz, xudo xohlasa nasib qilsa, nasib. Bora orasini o'shga ham niyat qo'ydi endi. Avvalo Xudo. Avvalo Xudo, hoji aka. Nasib. Ovoz eshitmana, she'rlarim yo'q. Shu gaplashib o'tirdik. Ovozi shirin ekan, bu ovozi bor ekan. Ya maqtanishib o'tirishdik, jam. Ovoz nasibsiz bo'shlarga telefon qilamiz. Bir mehmon bo'lib. Do'stligimiz abadiy bo'lsin. O'tirganimiz yo'q, Alloh o'ziga. Rahmat sizlarga, katta rahmat. Rahmat. O'zlaringiz bir boringlar. Barcha kelib turaylik. Do'stligimiz abadiy bo'lsin.